Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizga yana o'sha har doimgi generatorlar dardi. Ko'rasizlar, klapan qotib qolgan. Yurmaydi. Mana bu ishlayapti. Ishlamayapti. Bu nimaga bilasizlar? Bu benzin, sakson benzinda ishlatishgan. Karburator borgandan keyin bu klapanni unaqa 80 benzin quymanglar deyman doim. Mana 80 benzin quysa shu ahvolga tushadi. 80 benzinlarimiz yomon. Buni endi ochamizda klapan agar normal qattiq qizib u qiyshaymagan bo'lsa, o'zinikini o'ziga qilsa bo'ladi. Faqat prokladkani yangilab olishimiz mumkin. Yaxshi bo'lsa o'zinikini qo'ramiz. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz. Shunaqa xizmatlarimiz bor. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida generatorlar remont qilamiz. Mana remont qilib qo'ydik kecha. Bular o'zimiz generatorlar. Hop, generator arendaga ham beramiz. Kerak bo'lsa kimga Piskentliklar, atrofda Piskent atrofidagilar ham. Golovka freza qilamiz. Mana kecha freza qilib qo'yganman, egasi bugun olib ketsalar kerak, endi ko'ramiz. Vaqtlari yo'qmi, boshqami. Golovkani shunaqa freza qilamiz. Tokerlik qilaman, frezerchilik qilaman, gilza rastochka, bloklarni gilzasini rastochka qilaman deydigan akalar bo'lsa, kelishsin, ish bor. Tokerni stanoga unaqalarga. Undan tashqari motoblok, mototsikl, skuter, kvadrotsikl hammasini remont qilamiz. Rossiyskiy muraylar. U ana Minsk sotiladi. Shunaqa gaplar. Mana bunaqa suv nasos, mana suv nasosi bilan motorlar keladi. Ularni remont qilamiz. Mana bu yerda ham egasiga kerak emas, o'sha anchadan beri turibdi. U yerda generator, motobloklar turibdi. Shunaqa gaplar. Endi xudo xolasa qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz. Buni golovkasini ochamiz, to'g'rilab. Telegram, Instagram, YouTube, TikToklarga obuna bo'lib qo'yinglar. Jamol Usta deb yozasizlar, kanallarim, gruppalarim chiqadi. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Bunaqa generatorlarni polniy motor qilishmi? Ammotkazini o'rayapmiz. Uni bu yoqda ammotkasi bo'ladi. Mana bu yerda ammotka bo'ladi. Shu ammotkani o'rayapmiz faqat. Agar shu ammotkalarni o'rayman, men o'ray olaman, joy kerak deydigan bolalar bo'lsa, kelishsin. Joylar bor, o'rayman desa, xudo xolasa. Xo'p, xudo xolasa buni ochamiz endi. Yaxshi generator ustasi kerak deganlarga jo'natib qo'yinglar. Like va podpisatsiya bosib qo'yinglar. Yaxshi usta qidirib yurganlarga ham jo'natib qo'yinglar. Videolarimizni xudo xolasa qo'ldan kelgancha ochamiz endi buni. Mana so'ruvchida ko'rasizlar. Benzin yomonligini. Klapanni afsuski qirib qo'yibman-da. Keyin kallaga kelib qoldi. Xo'p, mana karburator ahvoli. Ko'rdingizmi? Bu yerda bunaqa holat bo'lishi kerak emas. Chalma bo'lib ketgan. Musor hamma yoq, boshqa. Shuncha 80 benzin quymaydi. Iloji boricha 92 quyinglar. Shunaqa xizmatlar bo'lsa olib kelaverasizlar. Manzil Toshkent viloyati Piskent tumanida. Xudo xolasa. Shunaqa gaplar aka. Xo'p, mana yig'dik. Endi jurgizamiz. Biza ochiq.
Ana shunaqa gaplar akalar. Qo'ldan kelgancha iloji boricha 80 benzinni ehtiyot bo'laverasizlar. Hamma vaqt esingizdan chiqmasin, generatorni kranligini yopib qo'ygan bu uyda. Hamma vaqt. Shunaqa gaplar. Mana generatorlarni to'g'rilab beraveramiz. 2 kilovat ekan. 2 kilovat 3600 240 volt 9-18 amper. 2 kilovat kichkina ekan. Ya toza chiqaradigan unaqasi 2 mikin. Ancha toza chiqaradigan 2 bo'lsa kerak edi. O'zi 3 kilo oldik. Shunaqa gaplar. Qo'ldan kelgancha olib kelaverasizlar shunaqa xizmatlar o'zi. Mana bizda yomg'ir, havolar sovib ketdi. Benzinlik, unaqalik, suvlik, saralkalik texnikalarni suvlariga ehtiyot bo'lasizlar. Havo sovuq, juda sovuq. Hali beri yomg'ir to'xtamaydi o'xshaydi, yog'ib turibdi. Biz ham xudo xolasa muzdek temirlarni ushlab qo'yotibmiz deb burunni tortib. Shunaqa gaplar akalar. Yaxshi usta qidirgan akalarga jo'natib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Boshqa akalarga jo'natib qo'yinglar videomizni. Instagram, YouTube, TikTok, Telegram kanal gruppalarim bor. O'shanga kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Jamol usta deb yozib, YouTube'larda hammasida hamma unaqalarda kanallarim, gruppalarim bor. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Olib kelaverasizlar, nima xizmat bo'lsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar, tinch bo'linglar, rahmat hammaga.